Gaz yo'q uyda deb xullas ovqat qilishga hozir 1 soat yarim soatda zapravka qilib kelaman gaz balonni deb. Shashlik olib kelsam, men ham qo'shninikida tuxum pishirtirdilar men uchun. Zo'r video bo'ldi. Xudo xolasa yana bir ko'ngilliga kirishga harakat qilamiz. Montaj qilib imkon darajasida sizlarga holat yetkazib berishga harakat qilaman. Men ham tuzlayaptilar hozir. Sho'rtak bo'ldimi? Sho'rtak bo'ldimi? Xullas, enamni jigida aylantirib qo'yim keldi. Yuring. Bir aylantirib kelaman. Bo'laveradi, juda go'zalsiz. Qayga olib boray? Qayga boray? Boşak voh bo'ldi. Baxtingiz ochilsin, nasib qilsin o'ylaringizda yappa. Alagallarim ochilib yotibdi. Sayohatimiz tugadi. Mashinani egasiga tashlab kelay. Yana esimga kelmayapti. Mana zeleniy zona ko'k yashil o'sadigan o'simlik bor edi. O'shani ekdim karitchi. Endi gaz balon to'ldirgan ketyapman. Enam yerga yotib olganda. Ena! Qoching. Ko'rpachaga o'ting. Ey. Gazon ekdim. Esladim. Miyaga nimadirlar bo'lyapti.